Biologiyadan 3-1 ball beradigan testni eng oson yo'l bilan ishlab ko'ramiz. Demak, DNKning bitta zanjirida 1200 ta nukleotid mavjud ekan. Biz DNKning ikkita zanjirdagi nukleotidlarni topib olamiz. Buning uchun 1200 ni 2 ga ko'paytirsak, qo'sh zanjirdagi umumiy nukleotidlar soni kelib chiqadi. Bu 2400 tani tashkil etadi. Ana endi umumiy nukleotid soni 2400 ta bo'lsa, uni 100% deb olamiz va bu tarkibda 15% ni guaninlar tashkil etar ekan. Demak, 15% guaninga tegishli bo'lsa, guanin sonini x deb olamiz va proporsiyani bajarsak, 2400 ni ko'paytiramiz 15 ga, bo'lamiz 100 ga yoki siz eng oson yo'l bilan 0,15 ga ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Javob 360 ta guanin chiqyapti. Demak, bu guaninlar soni. DNK tarkibida guanin va sitozillar bir-biriga komplementar holatda bo'ladi va ularning soni ham teng bo'ladi. Va ular orasidagi bog' esa vodorod bog' 3 tani tashkil qiladi. Demak, 3 ta vodorod bog' bo'lsa, biz 360 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Bu 1080 tani tashkil etadi. 1080 ta vodorod bog' va to'g'ri javob A javob bo'ladi. Yana shunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.